Rajab oyida Rag'oyib kechasida o'qiladigan namoz bor. Inshaalloh uni ham aytib beraman. Undan oldin bir narsaga to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsak, boya aytganimizdaqa bu qilayotgan ibodatlarimiz hammasi akalar odamning xohishidagi ibodat. Kecha Rajab oyidagi qilinadigan ibodatlar haqida gapirsak, bitta ikkita odam domlalarga telefon qilib manaqa masala kelib qopti, shu qanaqa sahihmi, zaifmi? Kecha bir ahli ilm Arslonbob tomonidan jo'natibdi domla, bu biznikilar sahih emas ekan, bu hadislar zaif deyapti. Biznikilar ham ilmsizda. Bir ahlilar bilan tortishib sahih zaifligini isbotlab, isbotlamang. Yaxshi tushunib oling. Ilmiy tarzda o'zimizni lahjaga solib tushuntirib beraymi? Bir hadisi sharif Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning og'zidan chiqqandan keyin nima sababdan zaif bo'lib qoladi desa, o'rtadagi rivoyat qilayotgan birontasini zehni pachaq bo'lgan, yolg'on gapirib qo'yadigan bo'lgan, amalida gunohi ko'proq bo'lgan. Yana ham tushunchiroq qilib aytsak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bir hadisi sharifni palonchidan eshitganmiz deb 3 ta odamdan 4-odamni o'sha Hindiston tarafda degan ekanda, Buxorodan Hindistonga borishlikda ayting. Siz rostdan ham shu hadisni eshitganmisiz? Sizdan mana 3 ta odam eshitgan ekan, deyishlik uchun borgan ekan. O'sha joyga borib haligi olimni uyini surishtirib borsa, ko'chasini topibdi, mahallaning ichiga kiribdi, taxtadan charavasi bor ekan, charavaning ichida haligi hadisni so'raydigan olim to'nini etagini qilib olib otini chaqirayotgan ekan, mah deb. Da qarasa, to'nning ichida hech narsa yo'q, don yo'q, yem yo'q. Allohning hayvonini oldaga meni oldamaydimi deb hadisni so'ramay kelavergan ekanlar. Mana shu hadisga putur yetib qolmasin deb. Bitta hadisi sharif zaif degani Payg'ambarimiz alayhisalom og'zidan chiqmadi degani emas, og'zidan chiqqan o'rtadagilarda aybi bo'lgan unda. Shuning uchun maqomidan tushib qolgan. Ikkinchi masala. Bir hadisi sharif qachon sahihligi, zaifligi qachon surishtiriladi desa, bir hadisi sharifda sahih, zaifligi asha aytilayotgan gap farz, vojib, sunnat, majburiy qilinishligi kerak bo'lgan ibodatlar haqida aytilgan hadisi sharif bo'lsa, unda surishtiriladi. Masalan, Xudo taolo Me'roj kechasida 5 mahal namozni farz qildimi? 5 mahal namozni farz qildi Xudo taolo. Me'roj kechasida Qur'oni Karimda 5 mahal namozni rakatlari aytilmagan. Bomdod 2 rakat farz, peshin 4 rakat farz, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xufton 4 rakat farz degan joy yo'q. Masalan, men ularning ichida o'tirsam, men hadisi sharif aytsam, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdodda 2 rakat farz degan ekanlar desam, indan mendan so'raydi, domla, bu hadisi sharifni ko'rdingizmi, sahih ekanmi deydi. Sahih qachon kerak bo'lar ekan? Bir amalda vojib, farz, sunnatligini dalillayotganda kerak bo'ladi, birodarlar. Biz buni farz deganimiz yo'q Rajab oyidagi ibodatda. Vojib ham deganimiz yo'q, sunnat ham deganimiz yo'q. Qilgan odam savob topadi xolos. Farz, vojib, sunnatni dalillayotganda inna hadis sahihmi deydi. Uni kim aytadi? 15 yil 12 xil fandan ilmda o'qigan odam so'rashlikka haqqi bor. Domla, bu sahih hadismi deydigan odam ana shuni ochib bersangiz, o'zi o'qib tarixini o'rganadigan odam bo'lish. O'zing to'g'ri mustahab qila olmaysan, hadisda ajratasan. O'sha ibodat aytilgandan keyin qilib qo'yaver. Siz hadisi sharifda, oyati karimalarda hammasi bizni qilayotgan amalimizga moslashtirib amal qilaman desangiz qiynalib qolasiz. Nimaga? Nurul Anvar degan usul kitobimiz bor. Shuni sharhlarida aytadi. Qur'oni Karimda 6236 ta oyat karima bor. 6236 ta oyati karimadan 500 ta oyat hukm oyatlari. Mana farz, mana vojib, mana unisi qilib bo'lmaydi, harom deb aytilgan 500 ta hukm oyat bor. Qolgani nima bo'ladi? 6000 palonchasi, 5000 palonchasi, 500 tasi u yoqqa ketib qolyapti. 5700 ta oyat nima haqida tushgan? Avvalgi payg'ambarlarning qissalari haqida tushgan, duolar haqida tushgan, fazilatli amallar haqida tushgan, shayton, iblis, Namrud, Fir'avnlarning hikoyalari tushgan. 6236 tadan 500 tasini hukmga ajratib oldik, eslab turing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 100 mingdan oshiq hadisi shariflari bor. 100 mingta hadisi sharif Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi 40 mingta hadisi sharif yoddan bilgan ekanlar. 100 mingdan ham ko'p, farazan olyapti. 100 mingta hadisi sharif bor. 100 mingta hadisi sharifning ichidan 3 mingtasidan hukm olinadi. Oyat karimalardan 500 ta oldik. Dalil hadisi sharifdan 3 mingta oldik. Qo'shsak necha mingta bo'ldi? 3,5 mingta. Bizda Hanafiy mazhabining hukmlarida, fiqh kitoblarida necha mingta hukm bor?
70 mingta hukm bor. 70 mingta hukm, 3,5 mingtasiga dalil bo'lsa, qolgani qayerdan keladi unda? Tushunarlimi? Hamma narsani oyat hadisdan oqtarib, oyat hadisdan agar biron narsani oyat hadisdan javobini oqtaraman desangiz, qimmatga tushadi bu. Haqiqatini topsangiz, endi qilishligingiz majbur bo'lib qoladi unda. Nima degani bu? Harun Rashid Abbosiylardan bir xalifa podshoh o'tgan. Bu kishini vaziri bo'lar ekan, Bahlul Dono degan. Derazadan qarab, saroyda derazasidan qaradi, Bahlul Dono turpoqdan uyqurayotgan ekan. "Ey Bahlul, nima qilyapsiz?" dedi. "Taqsir, uyqurayapman. Nima qilasiz? Xaridori chiqsa sotaman." "Ha, jinni bo'lmasang, turpoqdan qurgan uyini kim oladi?" Uyga, saroyning ichkariga kulib kirdi. Ayollari juda oqila, avliyo sifat ayol bo'lganda Harun Rashid. Harun Rashidning ayollarini ko'rgan tushlari bilan Arafat tog'ida suv oqadigan ariqlar hozirgi kungacha bor. "Mana shu xotin nimaga kulyapsiz?" dedi. Anovi Bahlul Dononi gapiga kulyapman. "Ha, nima bo'ldi?" Bahlul Dono turpoqdan uyqurayapti ekan dedi. Xonim qaradi, podshohning ayoli. "Ey Bahlul, nima qilyapsiz?" "Malikam, turpoqdan uyqurayapman. Uyingiz nech pul? 2 chaqa bersangiz sotib yuboraman. 2 chaqani shunday tasharlar, 2 tiyin." Podshoh kulyapti. Bitta jinni 2 ta bo'ldi, mana onisi uyqurayapti, onisi. "Malikam, uy sotildi" deb turpoqni buzib yubordi. Harun Rashid o'sha kuni tush ko'rdi. Tushida payg'ambar alayhissalomlarga berilgan saroylar, qiyomatdagi qasrlar, jannat ichidagi ne'matni ko'rib, qasrdan shunday chiqib bir ikkita katta qasrni ko'rdi. "Bu qaysi payg'ambar alayhissalomning ayoliga bergan qasr?" dedi. "Bu payg'ambar alayhissalomlarga tegishli emas. Kimiki bu?" "Bu ayolingizniki, kecha sotib oldi. Ertaman turib olib sizga qasr berilibdi" desa, podshoh uyat bo'ladi. Yana derazani kelib sir bermayapti. "O Bahlul, nima qilyapsiz? Podshohim uyqurayapman. Nima qilasiz? Xaridori chiqsa sotaman." "Nech puldan 100 olib qo'yaylik" deb 2 chaqani chiqardi, kecha narxini ko'rib olganda. Shunday qarab Bahlul, "Podshoh olam 20 ming tillo tanga bersangiz sotaman." "Kecha 2 chaqaga xotinimga sotding, insof qilsang, nimaga 20 ming tanga?" dedi. "Xotiniz 10 oyoqdagi uyini ko'rmay oldi, shunga uniki arzon degan ekan." Ko'rib olsangiz qimmat bo'ladi aka. Siz jannatni ko'rmaganligingiz uchun sizni qilayotgan amalingizga 10 tadan savob beriladi. Rajabdagi 70 ta, Sha'bondagi 700 ta, Ramazondagi 7000 barobar beraman deyapti. Ko'rmaganligimiz uchun ko'rsak qimmat bo'ladi. O'qiyotgan namozlarimiz, hamma ibodatlarimizni ikir-chikiriga qarashimizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun ibodatlarimizda biz sami'na va ata'na, eshitdik, itoat qilamiz, bo'ldi. Boshqa yoqqa kirishmaymiz biz. Odamlarni "Voy, bu ibodatni qilib bo'lmas ekan, bunaqa narsa yo'q ekan, sahih gaplarda yo'q ekan." Haligi ba'zi bir odamlar bor. Odamlarni ibodatdan sovutadigan nima deydi? Qazosi bor odam nafl namoz o'qib bo'lmas ekan. Nimaga? Qazo farz, nafl mustahab. Farz ustun turadi. Haligi odam qo'pol qilib aytadi-yu, sutdan endi chiqdi deb tur ba'zi odamlar. O'sha sutdan endi chiqib johiliyatdan qaytib naflni o'qib qiziqib turib farzga ham ilashib ketib qoladi-da haligi odam. Qazosi bor odam nafl o'qib bo'lmas ekan-da deb qazoni ham o'qimaydi, naflni ham o'qimaydi. Bu bitta badbaxtli gapiga. Rajab oyida bir jamoatimizda, bir narigi jamoatda bir odam bor edi. 3 yildan beri bir yil safarda bo'lib qoldi. 3 yildan beri Rajab hammasida roza tutardi. Shunga o'xshagan bir oqsoqol aytadi: "Domla, Rajab foydasini ko'zim bilan ko'rdim." "Nima bo'ldi?" "Saxirim bor. Ramazonda ola-bula roza tutardim. Bir kun tutsam sahrodan chanqab ketar ekan, uzri bor uni. Bir kun roza tutsam 2 kun tutolmas edim. Bir kun tutib 2 kun tutolmas edim. Qiynalar edim. Rajabning rozasini tutdim, 3-4 tadan qiziqib rag'oyib tutdim, Meroj kechasini tutdim. Shunday qilib baroat kechalarini tutib borib, alhamdulillah 10 yildan beri ola-bula tutayotgan rozamni 130 kun to'liq tutdim. Ozginadan ibodat qilgan bo'lsa boru, ketib yetib oladi joyiga. Biz shunday qilib o'zimizni Rajab oyida ibodatga tayyor qilib oladigan bo'lsak, inshaalloh Ramazon oyiga borganda ibodatlarni qalban qilamiz, mazza qilib qilamiz. Odamlarni ibodatdan qaytarib, bu zaif, bunaqa sahih hadis yo'q deganlar Allohdan qo'rqinglar, ey odamlar. Bunaqa odam bizning ichimizda yo'q-ku, borlar o'zi eshitib oladi. Odamlarni ibodatdan qaytarmanglar. Hazrati Ali karramallohu vajhahu hayit namoziga chiqib kelayotsalar, hayit namozida shunaqa qonun bor, bilib olinglar. Bizning fiqh kitoblarida bomdodni o'qib kun chiqqandan keyin hayit namozi o'qiladi-yu. Bomdod bilan hayitning o'rtasida nafl namoz o'qisa makruh bo'ladi. Gunoh bo'ladi degan savob bor. Tushunarlimi?
Hazrat Ali radhiyallohu anhu masjidga kirib kelayotganlar, ana shu makruh vaqtda bir odam endi quloqini qoqyotgandi, dedilar, ulgimay qoldilar. Shu paytda namozingni buz, bu paytda makruh bo'ladi desa bo'lardilar, indamay kirib ketdilar. Tashqariga chiqqandan keyin ashablari Hazrat boya biz sizni og'zingizdan eshitgan bo'lsak, siz mo qulog'ingiz bilan payg'ambarimiz alayhisalom lablarini orasidagi so'zni eshitgansizki, hayit namozigacha bomdoddan keyin nafl o'qib bo'lmaydi degan gapni siz kuchlirog'ini eshitgansiz. Nimaga aytib qo'ymadi desa, qo'rqdim degan ekanlar. Hazrat nimadan qo'rqdingiz? Qur'oni Karimda malomat qilingan badbaxtlarning toifasidan bo'lib qolishlikdan qo'rqdim. Qayerda aytilgan? Xudoy taolo Iqro surasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim, aroaytallazi yanha abdan iza solla. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ko'rdingizmi? Shunaqangi badbaxt odamlardiki, tafsirlarda aytiladi. Shunaqangi badbaxt odamlarni ko'rdingizmiki, namoz o'qiyotgan odamlarni namozini buzadigan badbaxtlarni ko'rdingizmi? U oyat kimlar haqida tushgan? Sahoba ikromlar namoz o'qiyotganda rukuga borganda orqasidan tepib yiqitgan, namoz o'qiyotganda ustiga ichoq-chavoqlar tashab ketgan, yuvindilarni to'kib namozini masxara qilgan mushriklar haqida tushgan u oyat. Lekin qo'rqdim baribir o'shalarning ichiga kirib qolib, erta qiyomat kunida Alloh taolo, ey Hazrati Ali, mana odamni namozini nimaga buzasan? Balki shu amali tufayli rozi bo'lardim desa, nima qilaman men degan ekanlar. Odamlarning ibodatidan to'smang aka. Farzni qo'ldan kelgancha qilyapti, naflni ham qilsin. Qur'onni Karimda o'qimoqchi bo'lgan odam alifbeyni o'qimasa Qur'oni Karimda o'qiy olmaydi. Pog'ona-pog'onada u. Sekin o'qiydi. Naflni boshlab olgan odam namozga tanasi ko'nikib qolgandan keyin o'tgan kun Rajab oyining boshida 20 rakat namoz o'qiganlar bormi ichimizda? Bildilaringmi? 16-rakatgacha hisobladik hammamiz. 2 rakat ketdi, 2 rakat ketdi. 18-rakat bilan 20-rakatga o'tganda polvon bo'lib qoldik. Yana 40 rakat desa o'qiydigan bo'lib qoldik-da. Boshida hisobladik, 2 rakatdan borib hisobladik. Oxirga borganda polvon bo'lib oldik. Ibodatni boshlab olgan odam polvon bo'lib olaveradi. Siz qaytarmang u odamlarni. Biz Allohdan qo'rqamiz. Siz odamlarni qaytarishligingiz agar xolis bo'ladigan bo'lsangiz, bular gunoh qilib qo'ymasin, zaif hadisga amal qilib namoz o'qiganiga gunoh olib qolmasin deb qaytarayotgan bo'lsangiz, biz ham odamlarni do'zaxga tushmasin, shular ko'proq savob olsin deb Xudodan qo'rqib aytyapmiz. Biz erta qiyomat kunida Xudoy taolo bizdan so'raydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim oyati karimani hadisi sharifda o'zini fikri bilan aytgan bo'lsa, o'tiradigan joyini do'zaxdan tayyorlab olaversin hozirdan deganlar. Biz ham Xudodan qo'rqamiz. Ma'viza qilib savollarga javob berayotgan domilarning ikki oyog'i, bitta oyog'i jannatda, bitta oyog'i do'zaxda turar ekan. Agar shariatdan gapirib, Xudodan qo'rqib gapirgan bo'lsa, mana oyog'ini bosar ekan. Agar nafsi havosidan gapirsa, mana do'zaxdagi oyog'i bilan bosilar. Bundan ham Xudodan qo'rqamiz biz. O'zimizdan o'zimiz aytmaymiz, birodarlar. Shuning uchun keyin iymonimiz mukammal bo'ladigan bo'lsa, nimaga biz unaqamiz biz musulmonlar? Birov amal qil desa, qilishligiga qiynalamiz, qilma desa sirasi to'xtatib qo'yamiz. Misolini aytaymi? Ba'zi bir joylarda Ramazon oyi boshlanayotganda oy ko'rishlik ixtilofli bo'ladi. Bir kun bo'lib qoladi. Muftiyatdan yo boshqa joydan e'lon kelib turib, ertaga roza emas ekan deb turib, abed mahalga borganda shariatda muxtasarlik qo'yadi shunday deydi. Abed mahalga borgandan keyin, kecha oy ko'rilibdi, bugun roza ekan desa, odam shomgacha yemay turish kerak deydi o'sha kunda. Yemay turish kerak, kecha oy ko'rilgan ekan, endi bilindi deydi. Oldin shunaqa edi, hozir hamma narsa rivojlanib topilyapti. Oldin shunaqa edi. Ash paytda va birodar oy ko'rilibdi, siz abiddan bu yog'iga endi yemay o'tkazib o'raring desa, domla ertaman choy ichib qo'ydik, baribir qabul bo'lmasa kerak deb yeb yuraveradi. Abedgacha roza tutdi, 1-3 yil bo'ldi Alloh alam shu narsaga. Abedgacha roza tutishdi, telefonlarda xabar keldiki, falonchi davlatda bugun hayit ekan desa, abedgacha och yurdim, u boshqa davlat ekan, bizniki boshqa, fatvoyimiz boshqa. Chidab tura olay demasdan, falon yoqda bugun hayit ekan, yeb o'ramiz, gunohkor bo'lamiz. Qil desa yeb qo'yganman. To'xtab tur desa, falon yoqda unaqa bo'lmaydi. Ahli ilmlar ham, boshqa ahli ilmlar ham. Biz Xudoy taolodan qo'rqib odamlarga ma'vizalarni qilib yetkazishligimiz kerak. Xohlagan odam sadaqa qilib jonini qutqarib olsin. Xohlagan odam nafl roza tutib jonini qutqarib olsin. Har taraflama banda o'zining qo'lidan kelgancha ibodat qiladi-da. Biz ona shuning uchun nima qilishligimiz kerak? Aytilgandan keyin ixlos bilan amal qilib ketaveramiz biz. U yog'i faqat Xudo poshsha. Alloh taolo beraveradi.